Assalomu alaykum. Dilasiz 2510 YouTube kanalining obunachilari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugungi videomiz unchalik ko'p bo'lmagan video bo'ladi, ya'ni yangilashga kerak qoldiramiz 215 soat bor ekan. Ya'ni bu yangilanishda ma'lumotlar asosan shu World Cup 2026 uni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdida, men unchalik vaqtim bo'lmagan chog'i turnir ham bir haftaga dam olishda. Bu videoni olish u World Cup 2026dagi o'yinlar haqida emas. Bu videodan boshqa video bo'ladi. Qisqa, lekin sizlar bilan baham ko'rishni xohladim. Ya'ni 30-may kuni UEFA Chempionlar Ligasi finalining o'yini bo'lib o'tdi. Paris Saint-Germain Arsenalga qarshi o'yin o'tkazdi. Unda parijliklar penaltilar seriyasidan g'alaba qilib ketdi. Lekin hozir bu video shu mana penalti bo'yicha, ya'ni sizlar bilan birga bo'lishim keldi. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va kommentar yozib qo'yish esdan chiqmasin. Mana 139-32 ekan. Ya'ni salkam 120 daqiqa. Both these sides have had the same amount of chances. Paris Saint-Germainning tarkibi, ya'ni Paris Saint-Germain yutgan hisobga Paris Saint-Germain chiqdi bizga. Mana Paris Saint-Germainning tarkibi ko'rishingiz mumkin. Agar Parijni muxlislari ko'payib qoldi anchadan beri, u ikkinchi yil ketma-ket olayotgani bo'lyapti. Yana bir ma'lumot, 3 yil ketma-ket faqat Real Madrid bu ishni udday olgan. Hozircha 2 yil ketma-ket Paris Saint-Germain Real Madridning rekordini yangilashga qarab ketmoqda. Parijning tarkibi hozirga. Parijlik muxlislar like bosish esdan chiqmasin. Mana endi penaltilar seriyasi. Oh, confidently taken and made no mistake putting it away. The keeper was never going to get that. Great composure. And he slots it home. Great precision. He left the goalkeeper with no chance. Oh, the keeper didn't even have to move. Terrible penalty. Great penalty. Confidently taken. That's what you want. This could be the last kick of the game. Oh, confidently taken and made no mistake putting it away. One kick away from victory, that's all. What a penalty! It's all over. Nechta aniq tekshiradi, xato qilganlar. Shuni kommentariyada yozib qo'yinglar. Turnir o'tkazayotganimdan xabari bor. Turnir bir hafta dam olib turibdi, lekin endi bir haftadan so'ng xudo xolasa boshlanadi. Ya'ni shanba kuni berganman. Yo yangi hafta, mas hafta oxiri yakshanba, yo'qsa yangi hafta dushanba kuni xudo xolasa turnirga start beramiz. Unda Telegram, YouTube hamda Instagram sahifalarimizga xudo xolasa alohida turnir o'tkazishga harakat qilaman, boshlayman. Ya'ni shuning uchun turnirda qatnashmoqchi bo'lgan Telegram kanalida o'tib olinglar. YouTube'ga ham xudo xolasa alohida turnir o'tkazaman, YouTube'da o'zidan o'tkazaman. Telegramga aralashtirmayman. Instagramda o'tkazaman, Telegramdan o'tkazaman. Shuning uchun sahifamga obuna bo'lib, like bosib, kommentar yozib qo'yinglar albatta. Va keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qo'yinglar. Imkon qadar bir haftalik ishlarimni tugatganimdan so'ng ko'proq vaqt ajrataman. Shuning uchun obuna bo'linglar.
maksimal do'stlar tarqatib qo'yinglar. Xohlasanglar agar Telegram kanalimni kommentariy yozib qo'yaman, bemalol o'tib u yerda ham turnir bo'layotgan edi, turnirni to'xtatib bir hafta damdan so'ng xudo xohlasa boshlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.